Sharqiy Turkistonda musulmonlarga bo'lgan bostirishni kuchaytirayotgan Xitoy doiralari Xitoy-Qozog'iston chegarasiga yog'liq ortish va soqol qo'yish shaklida deb yozilgan plakatlarni osdi. Bu atalmış bexatarlik tadbirlari Xitoyning rayondagi musulmon turklarga qaratgan zulm va cheklamalarining chegirdilar boshlanganligini isboti deb qaraldi. Xitoy bu bexatarlik tadbirining Xi Jinpingning boshchiligidagi bir balvoq bir yo'l qurilishi uchun intayin muhim deb qaramoqda. Sharqiy Turkiston Xitoyning O'rta Osiyo orqali dunyoga ichilishdagi muhim tuguni hisoblanadi. 20-asrda Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurashlari bilan tonilgan milliy qahramon Osmon Baturni vafotining 68-yilligi munosabati bilan cho'nqur yod etamiz. Uning kurashlari 1940-yili Xitoy zulmi so'ngaki yetganda boshlagan bo'lib, 1941-yildan 1943-yili yozgacha partizanlik shaklda elib berilgan. 1943-yili 22-iyul 6 oyni tamoman Xitoylardan tozildi. Osmon Batur 1951-yili 29-aprel Xitoy tajovuzchilari tomonidan shahid qilindi. Uning dastlabda quloqlari orqadan beshi kesildi. Pokistonlik qizlar $2800 Xitoy erlariga sotilmoqda. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti Pokiston bilan qo'shnisi Xitoy orasida odam atkazishligi elib berilayotganligi haqida bir bayonot e'lon qildi. Kishilik huquq kuzatish tashkilotining Xitoy ishlari mudiri Sophie Richardson tomonidan yozilgan Kelin atkazishligi nomli maqolada Pokiston bu haqdagi ogohlantirishlarni diqqatga ilish kerakligi ta'kidlandi. Shuning bilan bir vaqtda eng az deganda 5 Osiyo davlatida ayollar va bolalarni Xitoyga setish ahvoli borligi o'tirib qo'yildi. Pokistondagi bir televiziya kanali bu ayning 5-ida orasida 13 yoshli bir qizmi bor bo'lgan 6 ayolning kelin nomida Xitoyga avatilishini saqlayotganda qo'lga elinganligini xabar qilgan edi. Amerika doiralari Beyjingning Janubiy Xitoy dengizidagi sahil bexatarlik paraxodlari va baliqchi kemilari agar ig'vogarchilik harakatlarida bo'lsa, ularga Xitoy dengiz armiyasi qatorida inkas qaytaradiganligini bildirdi. Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi talash-tortishliq sun'iy orollarga harbiy qismlarni o'rnashtirishi diqqatni tortmoqda. Xitoy, Amerika shundaqla Bruney va Malayziyaning ba'zi orollarini o'z ichiga olgan holda Vyetnam va Filippin qatorliq qo'shni davlatlar bilan egilik huquq talash-tortish qilmoqda. Türkiye davlat raisi Erdoğan bilan Amerika prezidenti Trump telefonda ko'rishdi. Erdoğan Trump bilan ko'rishganda S-400 mudofaa sistemasining setilinishi haqida bir xizmat guruhi qurish taklifini o'tirib qo'ydi. Erdoğan bilan Trump yana ikki taraf munosabati va rayon masalalari haqida fikr almashtirdi. Hamda ikki davlat orasidagi sudini 75 milliardga yetkazish nishoni haqida birdaklik hosil qildi.